Salom, mani go'zallarim. Bugun sizlar bilan italiyaliklar sevib iste'mol qiladigan traditsion xlebni palishkalarini tayyorlab ko'ramiz. Bu xlebni palishkaning nomi grissini deb nomlanadi. Bu palishkani italiyaliklar juda ham sevib iste'mol qilishadi va bizda ham oshirma xamirli nonlarni o'rniga yesak, juda ham foydali deb o'ylayman. Men bu palishkani restoranlarga kirganimda ikkita solib berishadi-yu, shunaqa solib berishganda yeganman, menga juda ham yoqadi. Lekin nimagadir bu palochkalarni uyda tayyorlashni o'ylab ko'rmagan ekanman. Bugun sizlar bilan uy sharoitida shu grissini palochkalarini tayyorlab ko'rishni o'rganamiz. Ishni xamir qilishdan boshlaymiz. 200 gram sariyog'. Ozgina un solib turamiz. Sariyog'ni qolib olamiz. 1 dona tuxum, 2 osh qoshiq shakar, tuz, 150 gram suv solib, o'rta yumshoqlikdagi xamirni qorib olamiz. Mana qizlar, mana shunaqa yumshoqlikda xamir bo'ladi. Menga o'rta hisobda 350-400 gram un ketdi. Bu xamirni tindirishga, muzlatgichga yarim soat, 1 soatga qo'yib qo'yamiz. Xamirni shu ko'rinishda o'rta yuqalikda yoyib oldim. Endi bunga tuxum surib, sedana sepib chiqaman. Mana tuxumni surib oldim. Endi bunga ko'pgina qilib sedanani sepib chiqaman hamma yog'iga. Sedanani agar o'zini qovurib olsanglar, mazaliroq bo'ladi. Men qovurib oldim. Endi buni ustidan jova yordamida sedanalarni yaxshilab xamirga yopishtirib olinadi. Keyin xamirni ikkinchi tomonini o'girib olamiz sekin. Mayli. Xohlasanglar ham tushib ketmaydigan bo'lib yopishib oladi sedanalar. Mana endi tayyorcha qilgan semchkalarni xuddi shunaqa sedanani sepgandek sepib chiqamiz. Semchkalarni ham xuddi shunaqa sedanani yopishtirib chiqqandek xamirga yopishtirib chiqamiz. Endi bu xamirni teng ikkiga bo'laman. Keyin bunaqa uzunasiga 1,5-2 sm oralig'ida kesib chiqaman. Keyin palochkalarni shunaqa asta-sekinlik bilan spiral ko'rinishda o'rab chiqamiz. Mana sekin shunaqa o'rasanglar o'zi aylanib ketaveradi. Mana. Shunaqa chiroyli bo'ladi. Palochkani shu ko'rinishda yasab oldim. Endi buni 180 darajada qizib turgan duxovkaga 25-30 minutga qo'yib qo'yamiz. Mana qizlar, grissini palochkalarimiz ham tayyor bo'ldi. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Juda ham mazali bo'ladi qizlar. Buni tayyorlab yeb ko'rmasanglar bo'lmaydi. Mana shunaqa tishlaganinglarda og'iz teriydigan bo'lib chiqadi. Qani qizlar, endi tez tasadduni ko'taramiz-da, pishirib ko'ramiz. Albatta yoqadi. Va meni kanalimga obuna bo'lishi va like bosishni esingizdan chiqarmanglar.